Qaysi institutni bitirganman dedingiz? Istiqodiyat. Iqtisod. Ha, o'sha. O'zi nomini aytolmasangiz ham, lekin zato diplom bor. Ha, diplom bor. To'ydan keyin biznesimiz yana zo'r bo'lib ketar ekanda. Ha. Dadasi, ana pastdagi mashinasini bekorga yotibdi. Men bitta zo'r biznes bilan o'ylaganman. O'shani sotib qilaylik. Studiyaga ana shuni qilamiz. O'qigan xotin bor boshqachada. O'xshamadi ko'p bilan. Endi bu birinchi dars bo'ldi-da, dadasi. Shu institutga bo'lmagandimi shu dars? Dadasi, biznes plani it keldi. Xullas, mana shu yashab turgan uyimizni sotamiz, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Abi mashina sotib peshkom qoldik, uyni sotib ko'chada qolmaymizmi? Siz menga ishoning, men o'sha institut tugatganman-ku, hammasi zo'r bo'ladi. O'zi xotinning gapiga kirgan 1-2 bo'lmaydi-da. Ha, endi dadasi, bu biznes, bir unaqa bo'ladi, bir bunaqa bo'ladi. Bizda faqat shunaqa bo'lyapti-ku. Dadasi, Zo'r plan keldimi? Pul yo'q-ku unga. tillalarim bor-ku. Ha, shuni ham bozorga olib chiqib sot, uxlatib arzon pulga olib qolsin. Yo'q, qimmat sotib oladigan joyini bilaman. Qayerda u? Gold Expert. Bu yerda bo'y qiladigan, bir chelak loy qiladigan ham xotin ekanda.